Tayson o'zidan ketib qopti-yu. Musa yangi yil bilan kelayotgan. Chumolar. Kelayotgan yangi yillar bilan chumobachalar. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda Jasur Jo'rayevning yangi yil tabrigi katta muhokamaga sabab bo'lib kelmoqda. Mana endi eshitdinglar. Sizlarga nima deyapti? Yangi yillar bilan ko't. Yangi yiling bilan bilan ko't. Ayrim foydalanuvchilar bu holatni keskin tanqid ostiga oldi. Tayson tog'aning kommentariyasini o'qishingiz mumkin. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar. Biz kutgandek bu ko'p yil bo'lishini. Yangi yil bu aytilmagan eski qo'shiqlar. Yana o'sha ertaklar bilan aldanamiz. Yangi yil bilan tabriklayman chumobatga. Yangi yiling bilan tabriklayman chumobatga. Bayraming muborak bo'lsin. Ko't. Juda ham salbiy fikrlar bildirishmoqda. O'ylaymanki, ushbu fikrni albatta negativlarga aytilgan bo'lishi kerak. Juda ham ko'p videolar albatta kesib tashlangan. Aynan kesilgan holatni tarqatish bu yaxshi emas. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariyaga yozib qoldirishni aslo unutmang. Albatta Tayson barcha muxlislarni hurmat qiladi. Kecha kuni svitni o'chirganlarni 3 ta harf bilan so'kkanda qamalsin desam, meni yomon ko'rdilar, Mana endi eshitdinglar. Sizlarga nima deyapti? Ha, sizlarga. Turmuslar yangi yil bilan kelayotgan. Chumolar. Kelayotgan yangi yillar bilan chumobachalar. Yangi yillar bilan ko't. Mana shu potinka kremlarni, mana shu masxaravozlarni o'zlaring yaratdilar. Eshak semirsa egasini tepadi degan gap bejizga emas. Mana nima qilyapti? Ha? Xalqim deydi, Instagramni ko'tarilmaguncha qo'liga cho'ntagiga jicha pul kirib, qorni ishib qolgandan keyin, mashina olgandan keyin mana xalqini nima bilan ayblayapti. Endi 3 ta harf sizlar bo'ldilarmi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Bu it qamalsinmi, ketsinmi bu potinka krem? Tayson o'zidan ketib qopti-yu. Musa yangi yil bilan kelayotgan. Chumolar. Kelayotgan yangi yillar bilan chumobachalar. Shu odamlarga kecha sen yalinib yuruvding. Kambag'allar ham poddershka qilinglar, biz ham ko'tarilaylik deb. O'sha xalq seni ko'tardi, poddershka berdi. Endi qorning to'yib, chumo bo'lding ular. Shu odamlar like bosdi, podpiska bosdi senga, tanilding, mana pul ishlayotsan, reklama berishyapti senga. Endi ular chumo bo'ldimi? Kunda ular chumo emasdi-yu, nomerading odamlar edi oldin. Eshak semirsa, egasini tepadi. Qorning to'yib qoldimi, Tayson? Senga hech qachon men negativ bo'lmaganman, pastani poddershka qilganman seni. Lekin bu gapirgan gaping noto'g'ri. Yigitning ismi Firdavs bo'ladi. Qiz Kamaschining qizi bo'ladi. Firdavs ko't bo'ladi, noskash bo'ladi. Kamaschining qizi boyvachcha bo'ladi. Shu bilan Firdavs Kamaschining qizini yaxshi ko'rib qoladi. Kamaschining qizi bayda 06 bitta jugili sotadigan ustaning qizi yigit bolasi bo'ladi, o'shanga tegib ketadi. Shu bilan Firdavs ko't bo'lib, ichkariga berilib, kapga berilib ketadi. Ana Firdavsning hayoti ayni Robinson Crusoe'ning hayotiga o'xshab ketadi. Onasini ham sen bilan har xil dalbayiblar to'g'ilib qolyapti suv ichgan paytda. Yoqinglar onasini ham sen. Ana shu suvni o'chirishlarning oqibatida har xil dalbayiblar to'g'ilib qolyapti onasini ham sen bilan. Qarachdi. O'zim ichiraman. Shunaqa. Zo'rmas aka, yaxshi rahmat bo'ladi, cho'tga zo'r, o'zdan zo'rmaslar yangi yil bilan kelayotgan. Chumolar. Kelayotgan yangi yillar bilan chumobachalar. Yangi yillar bilan ko't. Yangi yiling bilan bilan ko't. Tabriklamasam tabriklamaysan ham chumo bilan to'g'ilib qolding yangi yildan. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar. Biz kutgandek bu ko'p yil bo'lishini. Yangi yil bu aytilmagan eski qo'shiqlar. Yana o'sha ertaklar bilan aldanamiz. Yangi yil bilan tabriklayman chumobatga. Yangi yiling bilan tabriklayman chumobatga. Bayraming muborak bo'lsin. Ko't.